Assalomu alaykum do'stlarim. Oq-sog'lommi, sizlar charchamayapsizlar? Sog'lig'ini yaxshimi? Klapan. Xo'p, klapan sanli yig'ish jarayoni. Klapan sanli o'rnatib oldik. Diqqatina markazda prujinalar bo'ladi. Kiruvchi, chiquvchi. Bu yoqdan chiqadi, bu yoqdan kiradi. Xo'p. Balaligini ko'rdinglar. Bu yoq balarroq. Chiquvchi balan. Ha, bu yerda ham klapanda ham razницasi bor. Mana bu yoqda ozgina dilini uzunroq, bu yoqda kaltaroq. Kaltaroq bo'lgani uchun mana bu prujina balandrog'ini chiquvchi tomonga bo'ladi. Bu kiruvchi tomon. Chiquvchi uzunroq shunday. Rangidan ham ba'zi sochib tashlaganda ahamiyat qilish uchun, esda qolish uchun. Xo'p, jarayonda trekker bugun yig'ib salbi holatga keltirishimiz kerak.